Leksiyamızda başlaymayız, hürmetli vatandaş. Leksiyarısı da qacırız, bugünkü islağa 2021 yıl 10. ayının 30. günü hürmetli vatandaşım. Endi muhakeme. Biz tünügün silage sözlügen sözümüzü leksiyamızda ayacanlanıp durup dedik. 2 katım dünya tarihinde 2 katım öktabir inqilab yüz berdi. Birinci katımlık öktabir inqilab 1917 yılı Rusya, Moskva'da yüz berdi. Şundan ki yıllar çünkü Kompartiyası özünün yazgan tarihleri da, özünün yazgan eser ve fikirleri de ne dedi? Rusya öktabir inqilabı qalbi qıldı. Avrora harbiy parxotidan etilgan zalp okları yaki salyot okları mı ne mi şu? Ya signal okları mı şu ok etildi. Bütün dünya zilzilge geldi. Bütün dünyada bolşevizm dünyaya geldi. Komünizm, sosyalizm dünyaya geldi. Şu Katar'da 17. yıldan keyin 1917 yıldan keyin 1921 yılı kelgende Cungo Kompartiyası kuruldu. Avrora harbiy parxotidan etilgan ok ve sada Cungo'ga komünizmni elip geldi. Marksizm, Leninizmni elip geldi degan edi hürmetli vatandaş. Bütün Cungo Kompartiyasının tarihi qarasangizlar şu gap. Bu yıl 7. ayının 21. günü 7. ayının 20 günü 7. ayının 1. günü Cungo Kompartiyası özün qurulganlığının 100 yıllığını hatırlayır. Ben şundaq demekçi edim ötkenki leksiyam. 100 yıllığını hatırlayır. Del şu yılda mana 2001 yıl ötmey turib 2021 yıl 10. ayının 26. günü Washington'da dünyanın siyaset sahnesi, dünyanın siyasi faaliyet sahnesi, dünyanın ümidi ve yıldızı deseniz bulup mu? İzilgen milletler için aytganda dünyanın ümidi ve yıldızı bolan Washington'da Prezident Joe Biden hükümetinin devlet işler katibi Antony Blinken bir parça bayanat e'lon qilib, Tayvanning Birleşken Devletler Teşkilatı'nın sistemisi qatnashishni qo'llaymiz. Bütün dünyadaki devletler, yani Birleşken Devletler Teşkilatı'na a'zo devletler biz bilan birlikte bir safda turib Tayvanni qo'llashi kerak deb chaqiriq ve bayanat e'lon qildi. Men bu kuni vatandoshim 2. qatimliq oktabr inqilobi dedim. 1. qatimliq oktabr inqilobi 1917 yılı Avrora zalp yoki Avrora parxotidan etilgan ok bilan boshlangan bo'lsa ve 1921 yılı Cungo Kompartiyasının qurilishini ilgari surgan bo'lsa, endilikda Washington'da e'lon qilingan davlat ishlar katibi Antony Blinkenning bayonoti orqali boshlangan 2. qatimliq oktabr inqilobi men dedim tunigan bütün dünyani bulup Tayvan'dek, Uyg'uriston'dek, Hong Kong'dek, Tibet'dek izilgen milletlerini 20. asırning bayavan patqoqlaridan, deniz sahillaridan, quruqliqlardan, cho'llardan, sozliqlaridan yetilab elib chiqib navbatdagi prezident Joe Bidenning davlat ishlar katibi Antony Blinken 20. asırdan insoniyatni 21. asrga elib kirdi. Bu asar Osiyada komünizmni yo'qotish asari. Bu asar Osiyada sotsializmni yo'qotish asari. Agar bu mening gapim ortiqcha desanglar, 2020 yılı 5. ayının 20. günü şu vaqtdagi sobiq davlat ishlar katibi Mike Pompeo'nun Kaliforniyada Nixon nomidagi maktabda so'zlagan leksiyasiga qaragan bo'lsangiz, ko'rgan bo'lsangiz, unutib qolmang. Bugun siz Amerikada siyosatning izchilligini kuzating, izchilligini baholang ve bu izchillik ichida turib Amerikaning tashqi siyosatiga baho bering. Men shunda xulosa chiqardimki, tunigan 1. qatimliq oktabr inqilobi dunyoga Rossiyada bolşevizmni paydo qilgandan tashqari Osiyada Cungo Kompartiyasini paydo qildi. Endilikda keldi navbat insoniyatga. Davlat ishlar katibi Antony Blinkenning bayonoti keldi navbat insoniyatga Tayvanni
Birleşken Devletler Teşkilatı'nın barlıq sistemisiga a'zo qilib elib kirish chaqirig'i chiqadi butun dunyoga. Bu bir boshlanish. Jungoda kommunizmning yemirilishining boshlanishi, Jungoda sotsializmning yemirilishining boshlanishi, millat nuqtasini aytgani Jungo millat imperializmining yoki mustamliklik sistemisining yemirilishining boshlanishi. Shunga men o'xshay dedim, ruxsat qiling davlat ishlar kotibi Antony Blinken dedim. Birinchi qatimliq oktyabr inqilobi kommunizmni sotsializmni paydo qildi. Rossiyada ham, Jungoda ham bugun 30 yil burun Rossiyada sotsializm va kommunizm prezident Reaganning siyosati bilan tugadi. Tashqi siyosati bilan tugadi. Endi navbat Osiyoga keldi. Bugun prezident Joe Bidenning siyosati va Joe Bidenning davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning siyosati bilan boshlangan bugun bu vaziyat Asiyada kommunizmni yo'qotish, Asiyada mustamlika sistemasini yo'qotish, Asiyada Jungo kompartiyasini halok qilish. Bu mening orzularim qo'shilgan tahlilman, tahlilni shunday qilaman da vatandosh. Albatta shunday bo'lib tahlil vatandosh. Men shunga vaziyatni mana shunday kuzatdim vatandoshim. Endi ikkinchi nuqtada biz Amerika Qo'shma Shtatlarining Pokistonda harbiy baza qurishini qo'llaymiz. Biz Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistonda va Tojikistonda harbiy baza qurishini qo'llaymiz. Navbatdagi siyosat shu. Tayvan bo'g'oziga yetib keldi Buran chopqin. Shundaqla Buran chopqindan askarni salki shamol O'rta Osiyo tarafga, masalan Pokistonda harbiy baza qurish, O'zbekistonda harbiy baza qurish, Tojikistonda harbiy baza qurishga elib keladigan bo'lsa, guli guldek bo'ladi. Yopormaqi yeshil bo'ladi. Guli qizilgul bo'ladi va qizilgul deb ataladi. Rayhon deb ataladi. Atirgul deb ataladi. Demak, vaziyat mana shu gullardek chechaklaydi, hurmatli vatandoshlar. Shunaqa ishini vatandoshlar. Shunga biz Uyg'urlar qo'llaymiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining Pokistonda harbiy baza qurishni. Shunga biz Uyg'urlar qo'llaymiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekiston va Tojikistonda harbiy baza qurishini. 36 million Uyg'ur yashayotdi O'rta Osiyoda. O'rta Osiyoda Uyg'urning haqqi bor. O'rta Osiyoning manquritlari Uyg'urga o'shingni yig'ib olib muomala qildi. Yaqında Amerika Devlet Meclisi dedi ki, O'rta Osiyo davlatlari Uyg'urni qo'lga olib, tutib olib, Xitoyga o'tkazib beryapti. Buni to'xtatish uchun biz xizmat ishlashimiz lozim dedi. Shuncha ilmi, shuncha muloyim, shuncha sipoya. Bu Davlat Majlisining O'rta Osiyoga qaratgan diplomatik siyosati. Shunlashqa 36 milyon Uyg'ur O'rta Osiyoda yashaydi. Bu Uyg'ur bugun Uyg'ur Amerika Qo'shma Shtatlarining Pokistonda harbiy baza qurishini, O'zbekistonda harbiy baza qurishini, Tojikistonda harbiy baza qurishini qo'llaydi. Alqishlaymiz.